Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, hurmatli qadrdon baliqchi birodarlar. Biz mana bugun yana yangi joyga keldik. Yaqinda shu zapret payti kirib kelyapti. Shungacha tez kelib bir kelmoqchimiz. 26 apreldan xudo xolasa biz ham 1 oy 40 kunga dam olishga chiqamiz. Mana sizlarni tanishtirib o'taman. Nihoyatda go'zal, zo'r joylar mana. Suv ham zo'r, ko'ryapsizlar zakan. Mana. Bu yerda endi brakonyerlar bo'lib turadi, bilaman, ko'rganman. Ulardan keyin qolgan narsa, lekin hozir menimcha 3-4 kun ichida brakonyerlar kelmagan bo'lishi mumkin, chunki mayda baliqlar suzib yuribdi. Balki to'r solgandir, menimcha, lekin tok solmagan. 4 kishi keldi, 4 kishiga 8 ta qalmoq, 8 ta ilmoq qoidasiga amal qilib mana baliq tutyapmiz. Xudo xolasa juda zo'r joylar mana. Mana suvlarda baliq hatto suzib irg'igani ham ko'ryapti. Xilvat, yovvoyi tabiat mana. Natijalar bo'lsa albatta sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Sababini qilamiz, rizq berguvchi Razzoq, kutamiz. Lekin xudo xolasa natija bo'ladigan umiddamiz, chunki nihoyatda suv ham zo'r. Havo jinda tuman, jinda aynib turgan, lekin yaxshi. Havo issiq, xudo xolasa. Mana bular bir tanishtirib ko'ring, nihoyatda qamishzor yovvoyi joylar. Yovvoyi tabiat mana bu bilganlar biladi. Lekin brakonyerlar ham biladi bu yerda, chunki bu Yo'javon suv omborining chiqish joyi. Mana ko'ryapsizlar. Nihoyatda yaxshi joylar. Ko'ryapsizlar, nihoyatda xilvat, yovvoyi tabiat, zo'r joylar, suv ham zo'r. Nihoyatda zo'r joylar. Xudo xolasa natija bo'ladigan umiddamiz. 4 kishi keldik, 8 ta qalmoq, 8 ta kurchuk. Endi yaqinda zapret ham boshlanadi. Shungacha 1-2 kelib olsa yana keyin 1 oy 40 kun dam olamiz. Chunki 26 apreldan zapret vaqti kirib kelyapti. Endi shu zapret haqida bir gapirib o'tmoqchiman. Endi bizni bilganimiz, yana o'zingizlar bir surishtirib ko'rasizlar. 1 apreldan Amudaryo, Sirdaryo deya zapret qo'yildi. 26 apreldan 10 iyunga doğru bütün O'zbekistonda suv havzalarida tutishi man qilinyapti. Faqat pulli hovuzlarda menimcha tutsa bo'ladi. Uni egalari o'zlari biladi. Bizdan 50 mingdan qo'yapti. Pulli hovuzga borib tutsa bo'laveradi. Lekin manaqa joylarda 26 apreldan taqiq qo'yilyapti. Hammani amal qilishga chaqirib qolamiz. Tabiatni asrab avaylashimiz kerak. Bismillah ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ana. Ha, bu ruchka baliq. Ko'ryapsizlar, ruchka baliq. Bularni qo'yib yuborish kerak. Ha, bularni qo'yib yuboramiz, ko'ryapsizlar, ruchka baliq. Oq qurtga chiqdi. Tortgandek bo'lib bir tekshirib qo'yaman, yeb ketdi, aniq. Asa mayda baliq ko'p ekan. Yog'och ham ilashib qopti. Lekin yeb ketgan, mana ko'ryapsizlar. Ratan degan baliq bor. Ilojivon solmoqchiman. Tirikjon. Bismillahirrohmanirrohim akbar deb qo'yish vojib. Bismillahirrohmanirrohim akbar. Endi bizdan xafa bo'lmasin, taqdiri shu. Uni solmasak tortmayapti. Xo'sh, bittasiga qurt solaman, mayli. Qurtni momentalni yeb ketyapti. Bismillahirrohmanirrohim akbar.
Bismillah. Tashlashimizga tortadi, ko'rasizlar. Ratan degan mayda baliq. Bismillahir Allohu akbar. U baliq pashti hamma yerda bor. Baliq tutgani ham qo'ymaydi. Lekin harakat qilaveramiz. Turbadan o'tasiz. Ko'raychi, hadi. Ishqirayapti mayda. Pökey bor ekan mana. Ne kadar pökey. Mayli, bizga kerak emas pökey. Tashlab qo'yaman bir chekkaga. Tortyapti ilonchoni. Ilashaversin, mayli. Kimdir ishqiratyapti, bir ko'rib qo'yay deyapman. Ha, deb shiqiratyapsiz, Olmamadagi kim ekan deb keldim. Ha, shiqiratyapsiz deyman. Endi mana Sirdaryoga borsangiz baliq ko'p. Chunki endi bizda bu chekka joylarda, masalan Sirdaryoda ko'pchilik ishlaydi, boshqa bunaqa ishlarga vaqti yo'q. Bizda endi ishsizlikmi yo chekka joylar, mana bu inspektorlar bu yerga kelmaydimi? Kelib tok solib hamma yo'lni qirib ketyapti. Keyin mana oddiy dam olgan kelgan qalmoqchilarga baliq ham yo'q mana. Bir sheriklar men qarab ketdi, cho'ta kelmayapti. Hammamiz tarqab ketdik. Joylar zo'r endi. Bilmadim. Yovvoyi tabiat mana meydan, nari betga o'tsangiz, yig'am o'rmon, sivot, qamish bosgan joylar. Agar bu yerda brakonyerlar tegmasa, albatta baliq bo'lish kerak bu yerda. Bunaqa sharoitga baliq bo'lish kerak. Mana sizlar tanishtiraman. Endi baliqchilar bizda o'zi bilan bitta odati bor. Mana ko'ryapsizlar, hamma yo'q musor. Keldi. O'zidan keyin hech kim yig'ishtirmaydi. Chet ellarda shu ishlar yo'q. Nimagadir bizda shunaqa bir madaniyatsizmi? Yo bilmayman endi. Mana siz deyishga ham hayronman. Qarang mana. Pokiza tursa hammaga chiroyli-ku, buni qarang mana. Tabiatni asrab avaylash kerak deganimiz sari shunaqa ishlar bo'laveradi. Mana bu oyda zo'r joylar qaranglar. Bu yerda baliq bor albatta. Lekin bu ushlash kerak. Ha, yeb ketyapti mana. Ko'rdinglarmi? Yo'q. Bunaqa ilonchon egiz bu. Egiz yetkizib bo'lmaydi bularga. Endi xamir solib ko'raman, endi boshqa ilojim yo'q. Xamir solib ko'raveray. Xamir ham slojin emas, oddiy xamir. 3 qoshiq manniy kasha, 2 qoshiq kepa, qaynoq suvga qo'yib, ichida shakar solib, hit solib aralashtirib nima qilasiz. Suvda uzoqroq turadi, lekin bunga ham baliq ushlaganmiz. Oddiy tez bo'ladi. 3 qoshiq manniy kasha, 2 qoshiq qozoq kepay. Shakar, qaynoq suv обязательно, sal pishish kerak. Qaynoq suv, ichida shakar, novvot suvmi, kimdir asal qo'shadi, zo'r bo'ladi. Ozgina varenik qo'shib qo'yasiz. Ko'ramiz natijani. Bismillahir rasulillah. Lekin joyiga gapiraga, bu yerga brakonyerlar kelmasa, bu qalmoqqa bu yerda baliq tutib tugatib bo'lmaydi. Ishga qurt soluvdik, sirasi tortyapti endi mayda baliq bu, baribir. Kattamiki deb umid qiladi odam. Ishga qurtini tortyapti mana. Endi zapret haqida eshitganlarimni aytib ko'ray, endi men ham o'zim bilgan ma'lumotni aytaman.
1 apreldan Amudaryo, Sirdaryoda baliq tutish mumkin emas. 26 apreldan 10 iyungadir Lyuboy suv havzasida baliq tutish mumkin emas. Shuni men eshitdim. Lekin boshqa gaplar ham eshitdim, ikkita qalmoqqa ruxsat deb. Buni aniqlashtirib olish kerak. Shu muammo bo'lmasligi uchun o'zingizni rayoningiz ekologiya bo'limiga uchrab so'rasangiz aybi yo'q uni. Nima qilsa bo'ladi, nima qilsa bo'lmaydi deb so'rasanglar bo'laveradi, aybi yo'q uni. Sizlarga tushuntirib aytib qo'yadi. Agar ikkita qalmoqqa ruxsat bo'lsa, mana qilib tutib yurgan yaxshi bo'ladi. Endi mana baliqlar o'lib yotibdi, brakonyerlar to'q solgan bilinib turibdi. Ular ushlaydigan odam yo'q mana. Qarang mana to'q solganda mana. Baliqlar o'lib yotibdi mana. Endi ularni hayvon deyishgan o'sha charchadingiz. Bu hayvondan battarlar. To'rsol, noinsof, to'q solmagin, ertaga bola chaqangan baliq qolsin. Suvolishlar baliq qolsin ertaga bola chaqaga. Noinsoflar, sizlarni insofga chaqiraman, to'qchilar. Ozgina tevara atrof masalalarni bir tanishtirib qo'yay. Bekelgan odamlar sirasi berdi biladi qanaqaligini. Nihoyatda yovvoyi joylar. Ko'ryapsizlar. Alaka pachim bormi? Karasmi? Alaka karas tushyapti. Qulluq olsin. Ma'nolar ham zo'r, qaranglar. Mana. Barcha chiroyli zo'r joylar. Yomg'ir ham boshlab qoldi sekin-asta. Lekin quyosh ham chiqib turibdi. Menimcha uzoq yog'maydi. Lekin yomg'ir yoqqanda ham baliq chiqaveradi chiqis kelsa. Bu to'qchilar kechasi yuradi, bularni kechasi kim poylaydi? Kunduzi qo'rqadi ular ham. Xudodan ham qo'rqmagan, bandasidan qo'rqmagan bu suvolishlar. Endi o'zi gapirib ham charchadim bular haqida. To'qsama, to'rt solib usha mayli. Chidasa bo'ladi. Lekin to'qsamagin noinsof. Noinsof sen ham ona tuqqanmi, suvolich. Baliqlar o'lib tepadan oqib ketyapti, ko'ryapsizlar, suv tepasida. Mana yana o'lib yotibdi, ko'ryapsizlar mana. To'q solganda, to'q solgan. Mana bitta karasi o'lib yotibdi mana. Ko'rdinglarmi, suv betida. Tortyapti, ko'ryapsizlarmi? Mayda baliqlar. Shiqiratyapti bu qaraychi. Bu tomonda odam bor. Yaxshi bir ko'rib kelaman. Ilonchoqdan qurib sirasi tortyapti mana, ko'ryapsizlar. Endi bilasizlar, bizda brakonyerlar ko'p. Buni sababini ham o'zimcha fikrlab bir xulosaga keldimki, bu yerda ishsizlar ko'p, qishi bilan ish yo'q, yurishadi. Nima qilamiz deydi-da, keladi-da shu 3-4 kilo baliq ushlasa, to'q urib, shuni sotadi. 40 ming, 50 ming shuna tirikchilik qiladi. Agar bizda ham shu Rossiyaga o'xshab ishsizlik kam bo'lganda, balki shu odamlar shu yurib, shu suv bo'yida menimcha to'q solib baliq ushlamasdi endi. Lekin yaxshi emas, to'q solib bu kelajak avlodni rizqini qurtayotganlarga qarshi kurashishimiz kerak.
Mana hozir tortyapti mayda baliq. Mayda baliq, ratan degan baliq qo'ymayapti. Xamir soldik, tortmadi. Endi bilinchi bilan tuxumbar hisob ko'ramiz. Bu ratan degan baliq bu. Xamir demaydi shekilli. Buni ham hisob ko'ramiz, bo'lmasa yana ilonchon solaman deb. Bu tuxumbar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga tavakkal. Alloh beraman desa o'z chiqqanini bilmay qolasiz. Bismillah ala rasulillah. Ko'ramiz endi natijani. Ha, tekshirib qo'yamiz. Hashay-pashay tozalab qo'ymaysiz mana. Turaveradi. Mana. Hatta bu. Yaxshi yerimayapti ekan. Hashay-pashay tozalab turmasangiz vaqt o'taveradi, baliq ilinmaydi. Vaqt ketgan bo'ladi. Shu yarim soatda bir tortib ko'rib qo'yish kerak. Mana makkani qo'g'irib qilingan. Lekin suvda uncha erimayapti nimagadir. Yana yarim soat tursin, bo'lmasa almashtiramiz. Buni yopishtirmasangiz joyiga borguncha cho'kalashib qoladi. Yana chiqib ketyapti mana. O'sha xamir ham yopishgisi kelmayapti. Buni shunday ochsangiz uchib borib cho'kalashib qoladi. Nima qilib bo'lsa ham yopishtirish kerak mana. Bismillah ala rasulillah. Alloh sandan o'zga iloh yo'q. O suv ustida yana o'lik baliq oqib ketyapti, ko'ryapsizlar. Tok urgandan shu alomati. Bu tokchilarda hammamiz badduo qilishimiz kerak. Bu haromlar topganlari yomon kunlarga buyursin. Mana ko'ryapsiz, o'lik baliq oqib ketyapti. Hech yerda shunaqa emas. Hech yerda shunaqa emas. Bu tokchilar dastidan. Chunki bu yer yaxshi joylar, baliq bor. Bega kechasi kelishadi-da. Ularni hammamiz badduo qilishimiz kerak. Birgalashib. Shu baliq sotib topganlari yomon kunlarga buyursin. Haromilar. Mana ko'ryapsizlar, baliqlar o'lib yotib tepada, suv tepasida yana begi tok solgan. Haromxo'rlar. Haromi to'g'ri sol, usha, lekin tok solmagan haromi. Baliqlar tez suv tepasida o'lib yotibdi, ko'ryapsiz. Bunaqa qilib bu ertaga nima qoladi bu? Bu iflosgarchilik-ku. Shunday yaxshi joylar mana baliqlar o'lib oqib yotibdi. Çünkü ilaç pahalıda kichikroq edi. Latinmayapti. Bismillah ala rasulillah. Ha, hasha ilaç popdi, karas. Ya, xudoga shu pachi. Yo'q. Kichiklik kuchaytmadi. Buni qo'yib yuboramiz endi hozircha.